Tak, davay, ana bo'ldim. Mamni ham tuzatib oldim. Endi televizor ko'rsam ham bo'ladi. Qani nima ko'rishayotgan ekan, o'zi davay yoqamiz. Yegilinglar, hamma yaxshilab yesa, sirojda hamma bugun uyda o'tirsin. Chunki pullarni zavodi portlab ketibdi. O'shaning uchun pullar shamollardan osmonga uchib ketibdi. O'shaning uchun hamma qishloqlarga osmondan pullar yog'ilishi mumkin. Qishloqlarga hammalarni boshiga tushishi mumkin. Milliard dollar boshiga tushishi mumkin. O'shaning uchun hamma uyda o'tirsin bugun. Nima deyapti bu? Bo'pti, televizor kerak emas ekan menga. Olib tashlayman mana bu narsalarni. Obbo do'stlar, nima deyapti bu? Televizor kerak emas menga. Men otvoraman lavaga. Oyligim ham ketdi. Shu oyligimga televizor oluvdim o'zi. Hammaga salom do'stlar. Men otim Kabod. Yangi joyimga xush kelibsizlar. Do'stlar, men hozir hamma oyligimga televizor oluvdim. Televizor ko'ramanmi deb, lekin nima deyotganini eshityapsizlarmi? Osmondan pullar yog'iladi derkan yana. Voy, men qo'rqib ketdim. Osmondan pul yog'ilar ekan. Qachondan bu osmondan pul yog'ilar ekan? Obbo do'stlar, undan ko'ra men ham lavaga yotvoraman, kerak emas. Undan ko'ra men ishimni qilganim yaxshi. Qani qani osmondan yo'qotdi pullar. Do'stlar, umuman ishonmadim bu narsaga. Davay bo'lmasam ishimni qilaman, kerak emas ekan menga televizor. Kerak emas narsalarni ko'rishar ekan televizor. Men shuni tushundim. Boshqa televizor men olmayman. Undan ko'ra boshqa narsa ishlatganim yaxshi. Oxirgi oyligimni ishlatavrimda, mayli bo'lmasam ish qilaman men. Davay bog'larimni, davay sug'uraman. Ay boshim. Nima tushdi boshimga nima? 25 sent. Ay boshim yomon o'tdi, lekin tanga tushdimi boshimga? Obbo nima bo'pti? Kim otdi menga? Kimdir otganga o'xshaydi. Ay boshim yomon tushdi, lekin tanga nima mametdan ochdimi? Mana shu eng uzun. Qani ko'rlichi, davay mashdan otgandir balkim, kimdir yomon tushdi, lekin boshimga nima bo'pti? Hech kim yo'q, lekin kim otdi bo'lmasam. Ay boshim. Ay 50 sent tushdi. Ay boshim shunaqa ham bo'ladi. Qatdan tushyapti bu? Osmondan. Yo, men ishonmayman osmondan tushganiga. Bo'lishi mumkin emas do'stlar, qanaqa? Yo, men bunga ishonmayman. Yo, qanaqadir dunyodan bo'lib qolgan. Kapot, shatda o'tirgan bo'ldi. Pullar yog'iladi osmondan. Nima pullar yog'iladi? Men ishonmayman bunaqa narsaga. Nima deyapsizlar? Qanaqa osmondan pullar yog'iladi? Nima deyapsizlar o'zi? Kapot, rostdan aytyapmiz. Undan ko'ra ishim qilganim yaxshi. Nima deyapsizlar, qishloqqa qanaqa pul yog'ilishini bo'lib men xursand bo'laman. Kapot, bitta yog'ilmayapti. Million trilliardta pul yog'iladi, tonnalab yog'iladi. Boshingga yomon tushadi, Kapot. To'g'ri, lekin rostdan aytyapsan, bitta tushmaydi, trillionlab tushadi agar zavod portlagan bo'lsa. To'xtanglar, qanaqa zavod portlaydi? Qanaqa portlaydi? Oddiy qog'oz-u nima portlagan narsa bor yana? Zavod ishtimi portlash kerak emas. Osmon ishtimi olmayapti, pul ham tushmayapti. Bo'pti, ishlarni qo'ringlar. O'zinglar xohlasanglar uyda o'tiringlar, vaqtinglarni bekorga ketkazib. Ay boshim nima? Hamma bekinsan uyga, ham uyga. Ay boshim nima bu? Rostdan ham to'xtanglar, nima yog'ilyapti? Qani ko'ringchi, nima bu? Rostdan ham pullarmi? Yo, men bunaqa narsaga ishonmayman, lekin rostdan ham pullar nima qanaqa qilib? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Rostdan ham do'stlar, qaranglar, rostakasam pulmi? Voy do'stlar, rostdan ham osmondan pul yog'ilyapti. Rostdan ham zavod portlab ketadi pullardan. Televizorda noto'g'ri gapirishmaydi-yu. Voy, nima qilaman endi? Mayli uyda o'tirib bersam bo'ldi. Qani ko'rlichi, rostdan ham bu pulni kerak. Voy, bu yomg'irga tushim kelyapti deb. Ay boshim. Voy do'stlar, to'xtanglar, rostdan ham pulmikin? Noda, rostdan ham haqiqiy pul bo'ladi-ne? Fake pul bo'lmaydi-yu. Nima kimga kerak fake pul osmonga yog'dirishga? Rostdan ham haqiqiy pul, zavod portlab ketgan, trillionlab pul osmonga uchib ketibdi. Shamoldan hozir pastga tushyapti.
Voy do'stlar, nima qilaman endi? Nima? Tomdan tushib ketyapti. Voy, nima qilaman endi? Voy, televizorda aytishuvdi, unaqa qilmaydi. Voy, nima qilaman endi? Obbo do'stlar, tomimni ham teshyordim bu. Вообще tez tushyapti lekin pullar. Lekin hozir bu yerda o'tirsam, ham tepimni topim ham tushib ketadi. Bo'ldi, hammasi tushib ketadi. Nimadir qilish kerak, nimadir o'ylab topish kerak. Bu uydan ketish kerak. Voy, nima qilsam ekan, a? Bo'ldi, men bitta narsa o'ylab topdim. Balki bunker qurarman. Juda ham zo'r ideya, juda ham zo'r g'oya bo'ldi do'stlar. Men bunker quraman, lekin bunker qurishga meni bloklarim bormi? Yo'q, nima qilaman endi? Skladda bor, lekin skladga hozir chiqolmayapman yomg'irda. Do'stlar, ichilim borgan tezroq unaqa degan, lekin to'xtanglar, agar bu yoqqa hozir yomg'irga chiqsam, qanaqadir bilasizlarmi? Sizlarni qachondir ham qog'ozga solganmisizlar, kitob anaqa otganinglardan, daftar o'girayotganinglardan qog'ozga solganmisizlar qo'yliligiga. Shunaqa bo'lyapti do'stlar, men barobar yomon bo'lyapti, yana boshiga tushyapti bu narsa. Juda ham bo'ldi, narsa olib topdim, bo'ldi. Hozir kirkayimni olayman, kirkayimdan yeri tegidan chuqur qilib boraveraman. Juda ham zo'r fikr olib topdim, bo'ldi. Yeri tegidan shunaqa qilib skladga borib olaman. Primerni bilaman, men sklad qattaligini, o'shaning uchun mana shunaqa yeri tegidan boraman. Bo'pti do'stlar, shu yoqqa borgandan keyin sizlarga qaytaman. Opani do'stlar, men bo'ldim уже, qaranglar, juda ham ko'p qazadim. Bo'ldi, mana skladga ham qazib keldim. O'zi skladim hech kim uymasmikan? Momni qaranglar, yo'qishini, yomg'irdan pullarni rostdan ham sklad ekan. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Hamma narsa bor do'stlar, hamma narsa bor bu yerda. Xo'p, tushunarli men bo'ldi, gapirmay qolay bu narsaga. Balkim oylik tarqatgandir hammaga. Xo'p, endi qanaqadir qilib bunga mana shu bunga quraman. Bo'ldi. Mana shu chuqur qurdim, lekin men juda ham baland qurdim. Baland degani bu chuqur qurmadim degani. Agar chuqur qurmagan bo'lsam, shuncha yana pulni boshimga tushib ketishi mumkin. Shuning uchun bu chuqurni sal chuqurroq qurish kerak. Xo'p, davay bo'lsam kerakli bloklar olamiz. Samnaqa temir ko'p kerak bo'ladi menga. Xo'p, temir, eshikli ko'proq, ikkitacha yetadi. Bo'ldi, yaxshi. Ichinchi menga umuman kerak emas, kalavat, versak, pechka, hamma kerakli narsalar xullas kerak o'qiladi. Kim biladi u yerda nima bo'lishini. Xo'p, davay bo'lmasa fakel ham olamiz. Fakel 100% kerak narsa. Davay fakel olamiz, instrumentlar olamiz. Bunaqa qazishga. Bo'ldi do'stlar, endi mana qilib chuqurroq qaziraman. Eng pastiga emas, endi birikta blok qaziyman albatta. Ana bo'ldi, mana shuncha yetsa kerak deb o'ylayman. Yoki yana qaziyman. Sal chuqurroq qilish kerak. Bo'ldi, davay, qizni chiqib qo'yaman o'zimga. Davay, bo'ldi, endi juda ham zo'r bo'ldi, yetarli. Uncha qazor, ya'ni bitrokkacha bo'ldi, ikkita eshik qo'yib qo'yaman. Yoqqa ikkita eshik juda ham zo'r bo'ladi. U tomonga bitta, bu tomonga bitta. Hamnaqa tugma qo'yib qo'yaman, tugmadan ochilib yopiladi. Mana yoqqa ham tugma qo'yib qo'yaman. Obbo, qop-qorong'i yoqmayapti, qop-qorong'i. Fakil qo'yib qo'yamiz. Mana yoqqa ham eshik qo'yib qo'yaman. Ana bo'ldi do'stlar, tugma qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, ikkita eshik. Bunaqa ochilib, ikkalasi ham ochilib yopiladi, ko'rdinglarmi? Endi pastda men bitta bunker qurishim kerak. Bunker uncha ham kattaroq o'rnayman, chunki nima qilaman, katta qilib bitta o'zim meni qishloq qilaman. Ya bunkerga olib ket, nimadir deyishmadi-yu. Ular nima qanaqa qutqarayotgan ekan o'zini, qanaqa omon qotgan ekan. Bu yomg'irli pullarda do'stlar, osmondan pul yog'ayotganda. Rostdan ham lekin do'stlar, yomg'irli pul bo'lyapti, puldan yomg'ir yog'yapti. Qanaqadir qilib ko'rganmisizlar, hayotni shunaqa ko'rganmisizlar? Meni videomni endi ko'ryapsizlar, yomg'irdan pullar yog'yapti. Davay bo'lmasa mana shunaqa quramiz, o'zimga komfortli, udobli qilib, lekin katta ham qilmayman. Qancha o'tiraman, bir kun ham o'tirmasam kerak, lekin kim biladi qachon bu yomg'ir tugashini. Juda ham katta zavoddir, juda ham ko'p pul yog'yapti. Hamma kirpich qo'yib chiqaman yoniga. Hamma 3, 4, 5, 6, 7, 8 hamma ham qo'yib chiqaman. Boshqa chetlarga ikkita-ikkitadan qo'yib chiqaman, keyin hamma yog'iga temir bilan yopib boraman. Mana bo'ldi do'stlar, temir bilan yopib oldim. Endi juda ham zo'r bo'ldi. Kichkina menga ham juda ham kichkinalik qilyapti. Bu joy mayli, nima farqi bor? Yo'q, daraxtli eshik qo'yib qo'yam. Do'stlar, nima bo'ldi? Anaqa daraxtli eshik qo'yib qo'yam, chunki aytda temirli eshik bor o'sha. Xo'p, mana bo'ldi. Endi jikorli qo'yamiz. Kalavat bu yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa versak, pechkalar qo'yamiz. Mana anaqa versak qo'yaman, pechka, balkim pechka ikkita qo'yarman, mayli 3 ta ham qo'yib yuboraman, farqi yo'q.
Ana bo'ldi. Endi men qiz sandiqli qo'yib chiqaman. Sandiqda ikkita qo'yib chiqaman, sandiqlar bo'ldi. Endi men kitob o'qib qo'yaman. Zachirovание bo'ldi. Chiroyliroq turishi. Nakovalniy ham kerak bo'lib qolar balkim, lekin kerak bo'lmaydi. Bo'ldi. Boshqa musora bilan to'ldirmaymiz do'stlar. Bo'ldi, kutamiz. Bitta, ikkita tosh, uchta tosh. Kapo, chiqa qol. Nima? Kim baqirdi? Men bitta toshlarni sanab o'tirganimda, voobshi qanchadan beri o'tiribman? Men 3 soatdan beri o'tiribman. Adashmasam bu yerda soatlarni ham sanab o'tiraman. Kapo, yomg'ir tugadi. Nima? Yomg'ir tugadi? Rostdan ham tugaganmikan? Balki estilayotganmikan? Menga mayli chiqib ko'raylik, chiqani. Davay, eshiklarni ochamiz ham yerda. Rostdan ham yomg'ir tugaganmikan? Davay. Aldayotganmikan men? Oba bloklarim yo'q, bunaqa yerlardan mayli chiqib olaman. Davay, yerlardan chiqaram bunaqa. Davay, yomg'ir tugaganmikan? Rostdan ham meni siqlatman, ko'rmayapti hech narsa. Nima? Qanaqa qilib? Nima rostdan ham pulmi bular? Voy, namuncha do'stlar, mana qaraylik pul ko'pligini. Voy, rostdan ham yomg'ir tugabdi, osmonda hech narsa yo'q. Voy do'stlar, shuncha ham pul bo'ladimi? Hayotimda ko'rmaganman. Hamma pullar bizning qishloqqa keldimi? Shunchalik zavod kattami? Voy do'stlar, endi bu pullarni yig'ib olish kerak mayli. Voy, juda ham zo'r, lekin do'stlar, yaxshi hamki shunaqa yoqda. Mayli, bo'pti do'stlar, video ham oxiriga yetdi. Bugun bizning qishloqqa pullardan yomg'irlar yog'di. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.